Oddiy turmush o'rtoq bo'lish oson, lekin sevimli rafiqa bo'lish hammaga ham nasib qilmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring va sizga eng muhim, eng ko'p qilinadigan 5 ta xatolik haqida gapirib beraman. Mening ismim Nadiya Abdukadirovna. Men oilaviy psixolog, seksolog va reproduktolog psixologman. Dr. Dini birinchi shogirdlaridan bo'laman va hozirda ilmiy ish qilib PhD yoqlayapman. Sizlar uchun bugun oilalarda, ayollarning ichida uchraydigan, turmushni buzadigan va er-xotinni o'rtasiga sovuqlik tushirib, xuddi ikkita qo'shni bitta krevatda yotgandek keladigan holatni sizga gapirib bermoqchiman. Ayollarimizni hammasi biz ayollar sevilish uchun, sevimli bo'lish uchun dunyoga kelganmiz. Lekin afsuski, ko'p hollarda ayollar bir xil xatolar qilib sevilishni, ya'ni e'tiborni faqat birovdan kutishadi, o'zligini unutib qo'yishadi. Birinchi qiladigan xatolik bu o'zini yo'qotish, ya'ni o'zini tanlamaslik, o'zini sevmaslik, o'ziga bo'lgan ishonchni pastligi. Bu qanday namoyon bo'ladi? Misol uchun, er-xotin va agar eri ayoliga sen chiroylisan, senda yaxshi bo'pti, o'xshabdi, chiroyli kiyinibsan demagunicha, shu gaplarni eshitmaguncha o'ziga ishonchi va o'zini yaxshi his qilishi juda ham qiyin. Chunki ular hammadan gap kutib, hammadan tasdiqlovchi so'zlarni eshitib o'rganishgan va o'zini ichidagi sevgisi, o'ziga bo'lgan ishonchi pastligi uchun har doim hammani, nafaqat turmush o'rtoq, balkim atrofdagi do'stlari, ota-onasi, yaqinlaridan tasdiqlovchi so'zlarni kutib yashashadi. Aslida o'sha tasdiqlovchi eng kerakli so'zlar ayollarimizning ichida bo'ladi. Shu gaplarni o'zimizdan eshitib, o'zimizga quloq solishni o'rganishimiz kerak. Bunday holatlarda doimiy xavotirlik, qoniqmaslik, ular eshitayotgan narsani eshitsa ham, chunki ularni o'zida bo'lgan kutish kuchli bo'lgani uchun ham ularga yaxshi so'z aytilsa ham baribir qoniqmaslik tuyg'usi bo'ladi. Chunki kutish darajasi juda ham yuqorida bo'lgani uchun. Ikkinchi xatolik o'zini yoqtirmaydigan ayollar. Ya'ni ularda birinchi xatolikda aytganimdek, o'ziga bo'lgan sevgisi, ishonchi juda ham past bo'ladi. Ular nima bo'lmasin, yo'q, men bunga loyiq emasman, unga yaxshi narsa taklif qilsa ham, yo'q, bu juda ham qimmat, bu juda ham chiroyli, men bunga loyiq emasman, menga kerak emas bu narsa deb kerakli narsalarni ham o'zidan itaradigan ayollar. Bunday ayollarni holatini, energiyasini erkaklar sezib shitvet qilib turadi, ya'ni his qilishadi. Chunki ayol qanchalik o'ziga ko'p narsaga haddi sig'sa, o'ziga ko'p narsa qabul qila olsa, ya'ni eng yaxshi narsa, eng chiroyli narsani qabul qilsa, erkak kishi ham buni biladi va ayoliga unga yarasha u loyiq bo'lgan narsalarni, mehr muhabbatni, e'tiborni va tillami, oltinmi yoki boshqa material boyliklarni hadya qilishi mumkin. Agarda ayolda o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lsa, o'zini yoqtirmasa, oynaga qaraganda chiroyli bir go'zal ayolni ko'ra olmasa, ko'zlari yonib turmasa, bunday ayolni boshqalar ham u xohlagandek yaxshi ko'ra olishmaydi. Va bunday ayollarda birinchi xatolik bilan bog'liq joyi, bunday ayollar o'ziga bo'lgan mehrni birovlardan kutib yashashadi. Chunki ular o'zini yetarlicha yaxshi ko'rishmaydi. Ayollar, qizlarjonlar, eslab qolinglar, birinchi o'rinda biz o'zimizni yaxshi ko'rishga o'rganishimiz kerak. Birinchi qoidamiz, agarda biz o'zimizni sevmasak, ishoning, boshqalar ham bizani seva olmaydi, yaxshi ko'ra olmaydi. Aslida bizga Alloh hammamizga shu sevgini, muhabbatni, kuchni, energiyani hammamizga bergan, lekin biz bu narsani o'zimizda kashf qilishga, ochishga o'rganishimiz kerak. Siz agar o'zingizni to'g'ri qabul qilsangiz, to'g'ri yaxshi ko'rsangiz, boshqalarni ham to'g'ri seva olasiz, yaxshi ko'ra olasiz va mehr bera olasiz. Agarda o'zingizda bu narsa bo'lmasa, siz boshqalarni to'g'ri yaxshi ko'rishni bilmaysiz, chunki sizda albatta bog'liqlik paydo bo'lib qoladi. Bu bog'liqlik esa kasallikka olib keladi.
keladi, munosabatlarni buzilishiga olib keladi. Har bir inson, Alloh har bir insonga hayot bergan, ruh bergan, badan bergan, jism bergan va har birimiz bu narsadan to'g'ri foydalanishni va o'zimizda bor narsani birovlardan kutmasdan, birovlardan talab qilmasdan o'zimizga birinchi berishni o'rganishimiz kerak. Shundagina biz chiroyli, baxtli hayot qura olamiz. Boshqalar bilan ham. His-tuyg'ularni ko'rsata olmaydigan, ya'ni emotsional intellekti past ayollar. Bu nima degani? Har birimizni emotsiyamiz, his-tuyg'ularimiz bor. Bunday insonni o'zi yo'q, his-tuyg'usiz, hech narsasiz. Lekin ko'pchilik shu his-tuyg'ularni, emotsiyalarni ichiga bekitishadi, ya'ni tashqarida ko'rsata olishmaydi. Yokida bo'lmasa to'g'ri ko'rsatishni bilishmaydi. Birdaniga jahli chiqib ketadi. Jahli chiqqanini yuzida ko'rsatib qo'yadi. Nimadir yoqmasa ham yuzida, yokida gapirib yuborishi mumkin. Yokida bo'lmasa uni xafa qilishsa ham, unga yoqmaydigan narsalar bo'lsa ham ichiga yutib javob bermasdan ketishligi mumkin. Shuning uchun eng muhim narsalardan biri va qilmasligimiz kerak bo'lgan xatolardan biri emotsiyalarimizni, his-tuyg'ularimizni bekitmaslik, ularni oshkoracha, chiroyli qilib boshqara olishni o'rganish birinchidan. Unga filtr qo'yib, kerakligini tashqariga chiqazib, keraksizini ham chiqazishimiz kerak, lekin insonlarni oldida emas, turmush o'rtog'imizning oldida emas, yoki bolalarimizga emas. Mana misol uchun ko'pchilik kimdandir jahli chiqadida alamini bolalaridan olishi mumkin, oila a'zolaridan, eridan olishi mumkin, yoki erkak kishi xotinidan olishi mumkin. Mana bu eng katta xatolik, oilani dars ketishiga sabab bo'ladigan narsalardan. Shuning uchun qizlarjonlar, eng muhim narsalardan biri ekan, shu xatolikni qilmanglar. Emotsiyalaringizni, o'zingizni, his-tuyg'ularingizni ko'rsatishni va buni boshqara olishni o'rganing. Agarda emotsiyalar tashqariga chiqmasa, sizni ichingizda bu xuddi qatlam-qatlam bilinchikka o'xshab ko'payib, sizda keyin bu narsa kasallikka, yomon narsalarga va sekin-sekin organlaringizga o'tib shikastlantirishni boshlaydi va bu albatta sizni birinchidan ruhiy holatingiz, sog'lig'ingizga juda ham zarari katta va albatta oilaviy muhitni ham buzishga va turmush o'rtog'i bilan bo'ladigan munosabatlarni so'lishiga olib keladi. Ko'p holatlarda meni oldimga keladigan qizlarda shunday holatlar bo'ladiki, er-xotinlar. Xotinimni juda ham yaxshi ko'raman, lekin buni o'ziga hech qachon aytolmayman deyshadi. Xuddi shu narsa ayollarda ham bo'ladi. Erimni tezroq uxlab qolishini, tezroq boshim og'rib bahona qilaman-da, tezroq uxlab qolishini kutaman. Kechasigacha ish qilaman-da, erim uxlab qolgandan keyin oldiga kiraman deb o'sha his-tuyg'ularini, emotsiyalarini ko'rsatib yetishmaydi. Bu nima degani? Ya'ni bu situatsiyadan oldin, holatdan oldin shu er-xotin o'rtasida qandaydir urushishlar bo'lgan, qandaydir tushunmovchiliklar bo'lgan bu va ayol aytolmagan vaqtida gapini, nima yoqmaganini, erini o'zini tutishi yoki to'shakdagi bo'lgan holat yoqmaganini gapira olmagan va bu narsa yig'ilib eridan o'zini olib qochishga, jinsiy aloqadan uzoqlashishga, erini uxlab qolishini kutishga olib kelgan va xuddi shunaqa erkak kishilarda ham ular ham vaqtida ayolini xafa qilib qo'ymaslik uchun gapira olmaydi. Misol uchun ayollardan ba'zida o'sha jinsiy hayot paytida har xil hidlar kelishi mumkin, yoqimsiz narsa bo'lishi mumkin, yoqimsiz holat bo'lishi mumkin. Yuragi nima deydi, toza xafa qilib qo'yishdan qo'rqadigan erkaklarimiz ham ayollaridan bekitishadi, bu narsani aytishmaydi. Albatta qog'ozga o'rab chiroyli qilib buni ham aytsa bo'ladi, chunki ayol kishi bilsagina uni oldini olishga harakat qiladi. Agar bilmasa, qandoq bo'lsam shundoqligimcha erim yaxshi ko'radi, nima bo'lsa ham men bilan yashaydi, bo'ldi, nikohimiz bor, pasportda pechaj bor deb, bo'ldi, o'zimga bog'lab oldim deb o'ylashadi. Lekin bu ham bitta katta xatolardan. Qizlarjonlar, biz turmush qurganimizdan keyin u yog'i уже haqiqiy ish. Biz o'zimizdan ustimizda ishlab, nafaqat o'zimizni, balkim erimizning ham his-tuyg'ularini, u nimalar his qilyapti, qanaqa ko'rinishda qarashi, har bir gaplariga ahamiyat berib, biz bir-birimizni o'rganib, baravar o'sishimiz kerak. Agarda baravar o'sishdan to'xtab qolsak, ishoning, bu oilada aytganimdek oddiy rafiqa, oddiy
oddiy ayol xotin rolida qolib ketishingiz mumkin va sevimli rafiqa bo'lishni orzu ham qilmasangiz bo'ladi. 4-xatolik o'zini ustidan kulishni bilmaydigan, hazil qilishni bilmaydigan yokida hazilni ko'tara olmaydigan ayollarimiz. Bu eng katta xatoliklardan 4-si bo'ladi. Har bir insonga, atrofimizdagilarga kulish hissi juda ham yoqadi. Chunki kulish bizaga yengillikni, kayfiyatni yaxshilashga sabab bo'luvchi his-tuyg'ulardan, odatlardan. Bu odat, ya'ni hazil qila olish, o'zini ustidan kula olish ham juda katta sifatlardan hisoblanadi. Nega deysiz? Chunki oilada har xil sharoit bo'ladi. Yoqimsiz sharoitlar bo'ladi, tushunmovchiliklar bo'ladi yokida kimnidir gapi yoqmasligi, yaqin qarindoshlarni holatlari, tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunaqa holatlarda nima qilish mumkin? Chiroyli chiqib ketish uchun birinchi o'rinda hazil qilib, shuni hazilga yoyib, yokida agar xato qilib qo'ygan bo'lsangiz ham, yokida kimdir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz ham, "Voy, men o'zi shunaqaman deyman, shunaqa qilishni bilmayman, o'zim dangasaman, o'zim qo'limdan ish kelmaydi, yalqovman" desangiz, bilasizmi, o'sha joyda xafa bo'lib turgan odam, jahli chiqib turgan odam ham, "Voy, bu tanyapti-yu, voy, bu o'zini ustidan kulyapti-ku, demak, men ham qila olaman shu ishni. Demak, bu narsa oddiy narsa" deb shunday suvalib yuvib ketishingiz mumkin va er xotinning o'rtasida ham nima bo'lishidan qat'iy nazar har doim eringiz bilan agarda siz hazillashni bilsangiz, eringizga har xil kayfiyatni ko'taruvchi gaplarni gapirsangiz, bilingki, siz eringizga o'zingiz bilmagan holda shunaqa katta energiya berasiz, shunaqa katta yengil uni rag'batlantiruvchi energiya berib qo'ygan bo'lasiz. Va bunday erkaklar hazillashadigan, o'zini sevadigan ayollardan hech qachon uzoqlasha olmaydi va nima bo'lmasin, ko'chaga chiqqanda ham ayolini gapini eslab kulib, xursand bo'lib yurishadi. Chunki o'sha aytganimdek, bilmagan holda biz energiya bilan, erimiz bilan bog'lanib qolamiz, turmush o'rtoqlarimiz bilan o'zimizni bog'lab qo'yamiz. Bu degani siz sevimli rafiqa darajasiga chiqdingiz degani. Eng muhim narsa bizada emotsional bog'liqlik bo'lishi er-xotinning o'rtasida. Agarda er-xotinning o'rtasida emotsional bog'liqlik bo'lmasa, hazil bo'lmasa, bir-birini tushunish bo'lmasa, qadrlash bo'lmasa, sevish bo'lmasa, bu narsalar bo'lmaydi. Emotsional bog'liqlik er-xotinni yaqin qiladigan, nima bo'lmasin, bitta ko'z qarashidan tushunib oladigan, bitta harakatidan bilib oladigan holatdir va bunday juftliklar juda ham mustahkam bo'ladi va bunday juftliklarni o'rtasiga tushish va chetdan kimnidir qidirish umuman bo'lmaydi. Hazil his tuyg'usiga ega ayollar nafaqat turmush o'rtog'i, balkim atroflarini ham pozitiv energiya bilan to'ldirishadi. Ularni hayoti oson va yengil o'tishiga sabab bo'ladi. Chunki bunday ayollarni atrofida insonlar ko'p bo'ladi. Bunday insonlarni atrofiga yaqinlashishga boshqalar ham harakat qilishadi, o'xshashga harakat qilishadi. Siz ham shunday insonlar qatorida bo'lishingizni xohlayman. 5-xatolik. Ehtirosi yo'q ayollar. Ya'ni hayotda nimani xohlashi, qaysi yo'l bilan ketayotganini bilmaydigan ayollar. Ehtirosi yo'q degani bu nafaqat jinsiy hayotga nisbatan, eriga nisbatan ehtirosi yo'q degani, balkim butun hayotida ehtirosi yo'q. Ya'ni nima sevishini, nima ish qilishni bilmasligi, nima ovqat yeyishini, nima taomni sevishini bilmasligi, hayotga nisbatan bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa menga farqi yo'q deyish, bu ehtiros yo'qligi. Bilasizlar, men jinsiy konstitutsiya haqida ko'p gapiraman. Bunday insonlarni jinsiy konstitutsiyasi yuqori ham bo'lishi mumkin, lekin o'ziga nisbatan ishlov bo'lmagani uchun o'sha boshidagi 1, 2, 3, 4-xatoliklarni qilgani uchun, ya'ni o'zini sevmaslik, o'zini qadrlamaslik, hazil tuyg'usi yo'qligi, emotsional intellekti yo'qligi sababli bu o'ziga bo'lgan, hayotga bo'lgan ehtirosi, xohishi, muhabbati yo'qolib qolishi mumkin. Va bu narsani albatta uyg'otish har birimizni o'zimizni qo'limizda. Biz uchun hech kim kelib, "Ke, sen men buni ichgin, men bu sehr
sahrli ichimlikni ichgin yaxshi bo'lib qolasan deyishmaydi. Chunki hamma ham o'zini hali yaxshi bilib, oxirigacha izlab topmagan. Shuni qatorida biz ham shu xatoliklarga yo'l qo'ymasligimiz uchun ehtirosimizni o'zi hayotda nima xohlaymiz, nima uchun kelganmiz, nimani sevamiz va yeyotgan ovqatimiz har kuni ertalab turib qiladigan nonushtamiz, uni tayyorlash jarayoni, uni yeyish jarayonini ham ehtiros bilan sevib, xohlab qilsangiz, ishoning, sizda sekin-sekin ehtiros paydo bo'lishni boshlaydi. Va har bir narsani sevib qilish bu aslida ehtiros bilan qilish degani. Sevgi bu hayotga bo'lgan qiziqish, ya'ni ehtiros bu hayotga bo'lgan qiziqish, hayotga bo'lgan olov, hayotga bo'lgan intilish deganidir. Agarda sizda ehtiros bo'lmasa, to'shakda ham bu narsani albatta turmush o'rtog'ingiz albatta sezadi va o'ylaydi, yo'q, bu ayol meni sevmaydi, yoki bu ayol menga xiyonat qiladi, kimdir bor deb o'ylashi mumkin. Erkak kishilarning birinchi xayoliga keladigan narsa albatta, lekin vaqt o'tib keyin biladi, ayolimga hech narsa qiziq emas. Ayolim hech narsani xohlamaydi. Nuqul teskari qarab yotadi, nuqul boshim og'riyapti deydi. Nuqul nimadir bahona topadi. Men uni mamlaqa kurslarga borishni xohlayman, o'qishini xohlayman, rivojlanishni xohlayman, nima desa qilib beraman, lekin ishoning, hech narsa qilgisi kelmaydi. Men nima qilsam bo'ladi? Balkim ikkinchi xotin olaymi yoki ajrashib boshqasiga uylanaymi? Endi o'rtada bolalar bor-da, lekin ajrashishim ham noto'g'ri. Mayli bolalar uchun, lekin yashashni xohlamayman deydigan erkaklar juda ham ko'p. Siz ham shunaqa sevilmagan, suyulmagan ayollar qatorida bo'lib qolishni xohlamasangiz, albatta o'zingizdagi, ichingizdagi ehtirosingizni, hayotga bo'lgan sevgingizni topishga va buni yoqishga harakat qiling. Chunki yoqish faqat o'zingizni qo'lingizda. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xatoliklarni to'g'rilaganingizdan keyin hayotingizga bo'lgan ehtirosingiz hammasi joyiga qaytishni boshlaydi. Albatta, birinchi ishni o'zingizdan boshlang va sevimli rafiqa bo'lish uchun o'zingizdagi shu hislatlarni uyg'otib, o'zingizni ustingizda ishlasangiz, albatta eringizda sizga nisbatan boshqacha his-tuyg'u, tushunish va yanada yangi mehr-muhabbat uyg'onish boshlanadi. Har bir xato o'zgarilishi mumkin. Buni o'zgarish uchun men sizlarga bir nechta texnikalarni bermoqchiman. Birinchi o'rinda siz o'zingiz uchun kundalik tuting. Kundalik daftaringizda har kuni 5 daqiqa minnatdorchilik yozishni boshlang. O'zingiz uchun, hayotingiz uchun nima uchun siz minnatdorsiz? Hayotingizda nimalar bor? Balkim sog'lig'ingiz uchun minnatdorsiz, balkim oilangiz uchun, balkim ota-onangiz uchun, balkim hayotingizda berilayotgan har bir ne'matni sanab chiqishingiz ham mumkin. Bu bizni o'zimizga qaytaruvchi birinchi mashqlardan biri. Ikkinchisi nafas olish mashqlari, ya'ni to'g'ri nafas olish. Biz insonlar har kuni ko'pincha ko'krak qafasimiz bilan nafas olamiz. Albatta, qorin bilan nafas olish bizni xotirjamlikka, tinchlantirishga va boshimiz o'tishga sabab bo'luvchi narsalardan biri, muhim narsalardan, lekin bunga ahamiyat bermaymiz. Har kuni 5 minutdan to'g'ri qorin bilan nafas olish va nafas olganingizda kindingiz qimirlaganini albatta sezishingiz kerak. Uchinchi texnika hislarni ifoda qilish, ya'ni har bir his-tuyg'ungizni, bu yaxshimi, yomonmi, daftarga yozib ifoda qilishni o'rganing. Chunki ko'p holatlarda biz his-tuyg'ularimizni kerakli insonga, o'zini egasiga yetkaza olmaymiz yoki yetib bormaydi. Shuning uchun har xil ko'ngilsizliklar bo'lishi uchun, yomon bir-birimizni xafa qilib qo'ymasligimiz uchun ham ichimizda qolib ketgan negativ his-tuyg'ularni albatta chiqazishni va uni qog'ozga tushirishni o'rganishimiz kerak. Shundagina siz yengil yashashga va yomon emotsiyalardan, his-tuyg'ulardan ozod bo'lishga erishasiz. Va kimdandir xafagarchiligingiz bo'lsa ham yoki nimadir yoqtirmagan bo'lsangiz ham albatta buni ham yozishga harakat qiling. Balkim yaxshi his-tuyg'ularingiz ko'pdir, ularni ham yozing. His-tuyg'ularni ifoda qilish va ular
bularni tushunish va nima uchun sizda aynan shu his-tuyg'u paydo bo'ldi, shunday holat paydo bo'ldi. Bularni tushunish uchun aynan shunday mashqlar sizga yordamchi bo'ladi. Shu mashqlar yordamida siz o'z his-tuyg'ularingizni va sizga yoqmagan negativ insonlarni hayotingizdan chiqarib tashlashga sababchi bo'lishi ham mumkin. Va har kuni bir marta bo'lsa ham sizni kulishingizga sababchi bo'lgan holatni eslang. Balkim agar unday holat bo'lmagan bo'lsa, telefonga kirib, internetga kirib qandaydir hazilkash anekdot o'qishingiz mumkin, kayfiyatni ko'taradigan. Siz hayotga kulib boqishni, har kuni kulishni va kulishga aslida juda ham ko'p sabablarimiz borligini o'rganishingiz kerak. Va eng oxirgisi ehtirosni uyg'otish. Ehtirosni uyg'otish uchun o'sha sizni o'zingizni tutgan kundaligingizga har kungi maqsadlaringizni yozish. Har kungini yozing va bir haftalikni, bir oylik, bir yillik biz aslida maqsadlarimizni, aslida nimani xohlayotganimizni qog'ozga tushirganimizdan keyin hayotda haqiqatdan yashayotganimiz, nimaga intilayotganimiz, nima uchun bizada intilish bor, har kuni uyg'onish bor, ertalab turib qayerga shoshamiz, nimaga shoshyapmiz, shuni aslida tushunib olasiz. Agarda har kuningiz ruschasiga aytadi, dень surka bo'lib, bir xil bo'lib o'tsa, bilmayman, turasiz, ishingizni qilasiz, ishga borasiz, qaytasiz yoki uy ishlarini qilasiz, yana yotasiz, uxlaysiz. Bu ma'nosiz hayot bo'ladi va bunday insonlarda ehtiros juda ham tez so'nib qoladi. Shuning uchun ham birinchi o'rinda, ya'ni shu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchisida o'zingizni maqsadingizni yozishni o'rganing va oldingizga agar maqsadingiz bo'lmasa, kichkina qadam tashlab, arzimagan narsa bo'lsa ham shundan boshlang, maqsad qo'ying, unga erishing. Erishganingizdan keyin albatta o'zingizni mukofotlang. Men shu ishni qildim, men uddaladim deb. Shunda bilasizmi, ichingizdagi kichkina qizcha sizga rahmat aytadi va yanada hayotga nisbatan muhabbat uyg'onib, sizni yana undan ham kattaroq narsalarga undashni boshlaydi. Shuning uchun albatta shu texnikani qilib, har kungi maqsadingiz, agar har kungi bo'lmasa, bir haftalik, bir oylik, bir yillik maqsadlaringizni albatta yozib qog'ozga tushiring va o'shalarga qarab intilishni, erishishni boshlang. Ishoning, ehtirosingiz uyg'ongani, hayotga sevgingiz boshqacha bo'lib o'zgarganini sezishni boshlaysiz. Aslida bu hamma aytgan texnikalarim, xatolarim va lifehaklarim hammasi hammaga to'g'ri keladigan universal darsliklardir. Lekin sizga rafiqalik san'ati kursimda aynan sizga to'g'ri keladigan va ayollik energiyasini ochadigan, sevimli rafiqa bo'ladigan va to'shakda ehtiroslik ayol va hayotidan to'laqonli mamnun bo'ladigan ayol bo'lishga o'rgatamiz. Bu kursimiz oddiy emas, ya'ni bu kursimizda siz o'zingizni tushunishingizga, o'zingizni tanangizni sevishga o'rgatiladi. Har bir qo'rquvingizdan, noto'g'ri ustanovkalardan, uyatdan, bizga yoshlikdan unday qilma, bunday qilma deb kelingan narsalardan chiqib, o'zingizni hayotingizni, o'zingizni hayotingizni ssenariysini yozishga sababchi bo'ladi va sevishga, haqiqiy chin sevgini topishga va sevilishga sizni o'rgatadi. Bu kursimizni jinsiy hayotga endi qadam tashlayotgan qizlarimiz uchun va jinsiy hayotida turmush o'rtog'i bilan ehtirosni qaytarmoqchi va ehtirosni yuqori darajaga ko'tarmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun. Kursimiz kim uchun? Hali turmushga chiqmagan va turmush arafasidagi qizlarimiz uchun va turmushga chiqqan, bolalik yokida turmushda va sevimli rafiqa bo'lmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun. Kursimizda mendan tashqari juda ham mashhur, ko'pchilik hurmat qilgan, o'z auditoriyasiga ega va O'zbekistonda birinchi o'rinlarda turadigan vrach ekspertlarimiz ham qatnashishadi. Bulardan biri doktor Zik, seksopatolog, androlog, urolog va o'zlarini klinikalariga ega vrachimiz, professor, mani ustozim. Va ikkinchisi Shirinxon Furqatovna, akusher ginekolog va estetik integrativ vrach. Ular ham qizlarimizga o'z maslahatlarini berib o'tadilar. Bu kursimizni maqsadi nima? Ayollarimizda
qizlarimizda jinsiy intellektni oshirish, ya'ni jinsiy hayotga bo'lgan to'g'ri tushunchani yoqish, uyg'otish, o'qitish va oilalardagi sevgi muhabbatni yanada kuchaytirish, ehtirosni qaytarib olib kelish. Bu kursimiz davomiyligi 2 oy bo'ladi, 28 ta darsdan iborat va kursimizda aytib o'tganimdek ekspertlarimiz ham ishtirok etishadi va bu kursdan keyingi natija qanday? Mani o'quvchilarimda jinsiy hayotida uyg'unlik, anorgazmiyasi borlarda orgazm paydo bo'lishi, vaginizmi bor qizlarda vaginizmdan xalos bo'lishi va bolasi yo'q, ya'ni psixologik bepushtlik borlarda ham oilada farzandlar paydo bo'lishi va turmush o'rtog'ini oldida yonib turuvchi ko'zlar, albatta sevimli rafiqa bo'lish unvoniga erishgan qizlardir. Agarda siz yangi potokka birinchilardan bo'lib yozilmoqchi bo'lsangiz, opisaniyada ssilka orqali yokida QR kod orqali anketani to'ldirishingiz mumkin. Men Nadiya Abdukadirovna ayol kishi sifatida va ayollarni tarafdori sifatida har bir ayolni sevilishi, har bir ayolni hayotida ehtiros bo'lishi va har bir ayol o'zini qayta kashf qilishi va o'zidagi bor ne'matlar, boyliklarni tushunib, ularni his qilib, har kuni shukr qilib yashashini juda ham xohlayman va sizga shu narsada yordam beraman.